Assalomu alaykum hammaga. Bu kanaldagi birinchi videoyim. O'zim haqimda aytib beraman. Men ismim Mahroviy. Bu kanal asosan meni shaxsiy dunyoqarashim, shaxsiy fikrlarim haqida bo'ladi. Shunaqa fikrlar yuritiladi kanalda. Birinchi video tozalikka rioya qilish. Tasavvur qilamiz, bunaqa issiq kunda do'kondan suv oldingizda va 1 kilometrgacha piyoda chiqib ketyapsizlar. So'ni xotirjam 4 daqiqa 5 daqiqa atrofida ichib qo'ysa bo'ladi bunaqa issiq kunda. Keyin bakalashga nima qilasizlar? Dalsh o'zinglar bilan olib ketasizlar. Ko'pchilik bunga erinadi. Aslida chiqindi uchun qutilar mavjud bo'lishi kerak. Ammo bizda 1 kilometrgacha hech narsa yo'q. Misol uchun men hozir kosmik tashib ketyapman. 1 kilometr ichida hech narsa absolutni yo'q chiqindi tashlash uchun. Bu holatda nima qilinadi? Albatta yo'l bir chetidagi joyga bakalashkani tashlab ketamiz. Boshqa iloji yo'q, chunki ko'p kishi erinadi bunga. To'g'rimi? Buni bartaraf qilish kerakmi yo'q?